qo'limdagi kubokni ko'rib turibsizlar. Bugun nima yeymiz ko'rsatuvining finali. Do'ppiday qilib osh qilamiz. Kaminaning nomlari. Oshpaz. Qofiyaga bor aylanib keldi deydi hozir. Cho'mich kichkinaligini hisobiga to'tta qo'yamiz. Anti jang bo'yotibdi aka. Aka olyapsizmi? Azamat! Nima bo'ldi? Bo'ldi, bizniki o'chdi. Oshlar suzildi. Farg'onacha ta'mi zirasigacha Farg'onacha ketdi. Biz hal qilamiz ekanmiz. Bo'ldi, aralashmaymiz biz. Chef Catering kompaniyasidan bosh oshpazimiz borlar. Bolalarim haq hurmat aka. Men gapirmayman, o'rnimga osh gapiraman. Ikkalovga ham ovoz berishga qiyomat. Assalomu alaykum. Bizni nima yeymiz ko'rsatuvi orqali kuzatayotganlar, qo'limdagi kubokni ko'rib turibsizlar. Bugun nima yeymiz ko'rsatuvining finali va final bosqichida bizda ishtirokchilarimiz Mo'min Life hamda Elmurod Haqnazarov. Qarsakimiz. Va undan tashqari albatta Fransiya va Italiyaga gastronomik tur mukofotini ham qo'lga kiritadi. Bugungi finalchilarimiz nimaga finalni tog'da qilishga qaror qildik? Chunki mavsum tog'. Yoz mavsumi. Endi yoz mavsumida og'aynilar dachaga chiqib nima qilsa, cho'milib bo'lgandan keyin albatta do'ppiday qilib, Ana borgan sari shuni o'ylab qo'rqib ketaman. bizniki shapkaday bo'lib qoldi. Kepkaday. Kepkaday qilib, mayli shapkaday yo kepkaday qilib bugun osh qilamiz. Farqi osh qanaqalik? Yo'q, u choyxona. Samarqand osh, Samarqand. Vodiy osh, Yo'q, Toshkent. farqi. Demak, boshlaymizmi? Tosh oshib bo'lmadi. Ya o'zi ko'pchilik uyda yakshanba kunlari oila davrasida osh qilib Men beradi. yakshanba kuni polni tadbirda yuraman. Oila davrasida. Oila davrasida. Oila davrasida tadbirda yuradi. Yo osh qilib ko'rganmisizlar? Osh qilganman bir marta, Shu bir martaligidan boshqa qaytib qilmagansiz. chunki shoulo bo'lib qo'ygan. Men Amerikaga borganda qildim-da, okay? O'zbekiston qolib. Yo'q, ana kontent uchun o'sha amerikalik qizlar bilan. Ha, amerikalik qizlar nima qilib bersangiz ham, ha, osh shunaqa bo'lar ekan. Shunisi bilan yutib Buzib qo'ysangiz ham oshni sal guruch tiraymi, bizda osh shunaqa qilinadi desiz. Original osh shunaqa bo'ladi o'zi. Bo'ldi, yeb ketdi. Ha, okay, it's refined deydi. Bugun yana bitta yangilik tarafi, oshni o'choqda qilasizlar, akalar. O'choqda olovlarni yoqib, haqiqiysi bo'ladi bugun. Erkakcha osh. Nari gazda qilinganlar u haqiqiy basida. Ya sal fitna bo'ladi. O'sha oila davrasidagi osh bo'ladi-da. Ha, lekin piyozni o'rash yorib tashishyapti. Faqat shuni. Oxirgi marta uchrashib qolganimizda bo'lgan savol-javob yaxshi, bafurji gaplasha olmadik aka. Ha, Siz jahon chempionatiga bormaganingiz sabablari haqida. viza ololmadim. Viza ola olmadingiz. Ololmadim, biz berishmadi. Nega aka boruvdingiz-ku Amerikaga? U bir martalik edi-da. Bormaganim yaxshilikka bo'ldi. Posolstvada chiqishimga katta ish chiqdi. Aka dedi, palon chisloda syomka bor, bitta kelib bersangiz keyin yaxshi bo'lardi, plyus beramiz deb bordik. Syomkadan keyin, "Davay" dedi, "yillik do'g'ir bo'laydi" dedi. O'sha sabab zo'r bo'ldi. Yaxshilikka bo'pti. Dumba yog'larda bo'ladim deyman u tarafda osh. Dumban bu. Dumba. Nobodoga oddiy yog' ham olib kelib qo'yganmiz. Yo'q, men dumbada qila olmayman deydiganlar bo'lsa oramizda-da. Sabzi deb o'yladi. Olovni ham o'zimiz yoqamizmi? Olov bo'yicha bitta shogird olib kelishgan ekan. Shogirdlarni chaqiramiz. Shogird otdi ham olovdan. Olovdan, ha. Bu yoq tarafda Olovdan. Bu yoq tarafda Azamat degan bor. Azamat juda ham legendarniy bola. Azamat haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Ha. Azamat Mo'min akani karyerasi Drujbada tugashiga Qaysi? yaqqol namoyon bo'lgan bolalardan, yaqqol guvoh Tepaga bo'lgan. chiqqanimda Surib qo'ygandim. men shundoq ushladim, okay? 8 metrmi, 9 metrga ham chiqardi. Shundoq qildim-da, o'sha o'tdim, bo'ldi, tashiyman deganimda bitta qo'yordim, shuni qo'yorishimda surdi. Ha, bekor qildik deb. Tushayotganda, rasvo qildik. O'shaning uchun bizning qalbimizda abadiy va mangu yashaydi. Bo'ldi, Tayyorsiz boshlayveramiz. Qibuljon. Xo'p, demak, Azamatga. o'tinchimiz O'tinchi. hozir o'tinchimizda bitta o'tinchimiz bor. Akalar, bu olibtagarchilik bas, o'zimiz ham yoqoramiz. Bularni endi plan bo'yicha kiyim kirib bo'lib kadrda mana qilib turmaslik uchun. To'ppa-to'g'ri aprodaniyalarni o'zlari to'g'ri Albatta. qozon to'g'rimoq kerak. Siz unaqa bo'lsa, men yoqtirgan olib kelganman. Elmurod aka, mana shu final bosqichiga yetib kelishingizga xolamni xizmatlari katta. Onam yetib keldi-da. Billa. Agar bugun yutsam, Ha. endi sovg'a nimaligini bilmay, sayohatmi? Ha, sayohat. Chet elga sayohat. Fransiya, Italiya. Onamga beraman xullas shu. O'sha sovg'a. Ha, agar yutqizib qo'ysam, xuddi o'sha joylarga o'zim sotib olib boraman. Bari bitdilar. Xullas bari bugun
onam yutadi. Ha. Onam aytdilar, yoda qil, dumbada qilma deyaptilar, deyapsiz. O'shanga aytaman. Demak, finalda ham shu yerdalar ular. Albatta. 1,5 minut gaplashasiz, lekin ovqat doim yaxshi Voy. chiqadi. Voh, 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 voh. Demak, siz dumbada qilishga qaror qildingiz, to'g'rimi? Albatta, chunki yoshligimdan dumbaga osh qilib kelganman. Ha. Oshiqib kelganman. 1 kilomidi guruchmi? 1 kilo aka. Ha, unda Go'shtni ham 1 kilo olib kelib qo'yganmiz. Vodiyda adashmasam dumbaga qilishadi, bilasizmi? Yoshligimizda Ha. Jizzax vodiydan, Mana vodiydan berishardi Jizzaxni birinchi. Kamerani bu yoqdan krupni qo'ysanglar-chi. Chunki olov bu yoqqa uryapti. bu ham 4 ta, 3 ta quydi dedi. Lekin cho'mich kichkinaligini hisobiga 4 ta quyamiz. Kaminaning nomlari Ehmullajon oshpaz. Qofiyaga bor aylanib keldi deydi hozir. Lekin bugun o'zi sizlarga ko'p xalaqit bermoqchi emasmiz, nima xalaqit bermoqchi emasmiz, chunki ikkalovingiz ham shunaqa ikkilanmasizlar, lekin nima bo'lar? Men ikkilanganim yo'q. Men prosta Mo'minjonnikiga o'xshab qolmasin deyapman. Shunga harakat qilyapsiz. Ha, buzib qo'ymay deyapman. Futbol haqida gaplashadigan bo'lsak, umuman O'zbekistonni ishtiroki haqida, aka. O'zbekiston zo'r ishtirok etdi. Juda ko'p har xil fikrlar bo'lyapti. Kimdir bo'lmaydi, yig'ishtir deydi, kimdir Kannavaroga shuncha oylik kerakmi deydi. Jahon chempionati murabbiylar ichida eng yuqori oylikni olgan odam Kannavaro bo'lib Yo, qoldi. eng yuqori va 4-o'rinda. Eng yuqorilardan biri ekan unda. Ha, endi qarang, siz to'y qilyapsiz. To'yingiz eng qimmat to'yxonada bo'lyapti. Endi tabiiyki, xohlagan odam hali yaxshi qimmat boshlovchini chaqirishni xohlaydi. Kannavaro ham xuddi shunaqa. Endi qarang, hozir biz yomonlayapmiz. Hozir Ispaniyani treneri bilan kelganimizda ham yutqizishimiz aniq edi-da Portugaliyaga, Kolumbiyaga. Bitta gap trenerda emas-da. Men o'ylashimcha. Anta jang bo'lyapti aka, kimdirlar kuydi. Kimdir kuyadi. Iqboljon, Iqboljon kuyib qolmaylik-a biz. Boradigan joyimiz bor edi. aka olyapsizmi? Mas kadrni qo'ying. Qani. Keling. Yon boshlab tushib berdi. Odamlar anta go'sht solaman deb kuyib qoldi. Aka, mana jizzadan olinglar. Bo'lib pishadi osh. Dilshod akam qo'ldan oshagansiz, rahmatli. Yo, men Dilshod qo'llaridan oshirmaganman, lekin kadr gapirib qo'yish joyini Yorvoradi, yorvorar edi. To'ylarda ham. Jahon To'ylarda ham oshdamlari. Jahon akam ham eski povurlardan-ku. Men Jahon akam qo'llaridan oshiyman deb raso ko'p orzu qilganman. Hech men shogirdlariga nasib qilmaganda Jahon akam qo'llaridan osh. Jahon akam bilan qatga borgan bo'lsangiz safarga. Aniq qatga mana aytaman, yarim chamadon ziravor oladi. Turkiyaga borsangiz ham, mana qatga necha marta borgan bo'lsa, nima qilasiz shuncha ziravor, shuncha narsani desa, uyda ovqat qilaman deydi, shunga qo'shaman deydi. Agar shu osh yaxshi chiqsa, bitta osh markazi ochaman. Mo'minaga ijodga keladigan bo'lsak, kontentlardagi qizlar ko'p almashyapti. Qizlar temasida juda qiynalyapmiz, aktrisa temasida. Oldin faqat Dilorom bo'lardi, и постоянный bo'lardi. Dilorom endi o'sha pozitivniligi bor edi. Ba'zi qizlar keldi, menga unaqa mumkin emas, bunaqa mumkin emas. Endi biz birinchi o'rinda kelgan aktrisalarni har doim biz qiz bolaligini inobatga olamiz. Unga gap tegmaydigan qilib, misol uchun ideya berganda hamda. Keyin mana hozir Madina degan qizni olganmiz. U yaxshi potensial bor. Eng g'alamisi o'zida xohish bor. O'shanga iloji bo'lsa chaqirib tur. O'zi ko'pincha Yaponiyaga gastrol qilganimizda, Yo'q berib tur, Azamat! ha, Va o'chiyapti meni qozoni. nima bo'ldi? Bo'ldi, bizniki o'chdi. Yoraman agar yutqizsam, Yo, mana yomg'ir aka. Xo'p, uni ovozini eshityapsanmi? Shirirlashini? Menikini qara, sho'rva. Endi nima qilamiz aka? Ha, to'xtab tur, hozir o'g'ilni olov yoqqa olinglar, Endi ish qilib bu farg'onacha bo'ladimi, qanaqa bo'ladi? Buni men bilmayman, hozir yeganda bilinadi. Yarmini soling, bitta Bismillah. aylantirib olasiz, keyin qolgan yarmini solasiz, aka. Bo'ldi, aka. Bu o'zingiz bosing, o'zingiz qo'lga oling. Sabzi nima? Har xil qizil ham soldingiz, sariq ham soldingiz. Yo, mazasi chiqadimi? Sababini bilmayman. Bu ham shunaqa qilganda bo'ldi. o'yladi bilan. Qani. Qudalarga iktosh. Elmur aka, sport sohasida nima yangiliklar kerak? Ijod sohasida Kutmadim shu savolni, kutmadim. Sport sohasida avgust oyida kurashaman. Aniq oktagonga chiqib urishmayman. kurashasiz? Ha, Sharq aka kurashi. Mana parterga turadiganlar. erkin kurash. Ha, erkin kurash.
Ajoyib rubrikamiz bor edi. O'sha bo'yicha ozgina kayfiyatlanib qoldi. Juda kirishib ketdinglar Qozon tepasiga borib. Akam terlabla ketdi. Yuguryapti. Qo'llan kuydirib. Savollarga teskari javob berish. Ha. Blitz savollar beramiz. Sizlar noto'g'ri javob berishingiz kerak. 3 sekunddan ko'p o'ylash mumkin emas. Tez. Savol berdim, noto'g'ri javob berishingiz kerak. Men boshlayman. Shapka qachon kiyiladi? Yozda issiq kunlarda. Muzlatgich nima uchun olinadi? Mana ovqatlarni pishirish uchun yaxshi pishadi. O xolodilnik. Qora ko'zoynak nimaga taqiladi? Qora ko'zoynak kech payti uxlayotganda zo'r effekt beradi. To'mliroq ko'rinadi, tishlar. Tishingiz o'zi ko'rinib turadi. Liftga nima uchun chiqiladi? Liftga yonga yurish uchun. Hali odamlar faqat tepa pastni ko'radi-da bu hayotda. Odam hech qachon kesh yonga ham yurib ko'radi. Deyish uchun ham lift o'ylab topilgan. Dori qachon ichiladi? Dori endi asosan cho'milayotganda ichiladi. O'sha yaxshiroq. Restoranda nima aytiladi? Plyajda qumi bor-ku. O'shandan bir kosa O'sha aytiladi. bilan kamera aytiladi. Staroga kamera. Syomka uchun zo'r ketadi. Mehmon kelganda nima qilasiz? Kurashilinadi-da. Mehmon bilan. Jang bo'ladi oxirida. Ertalab uyg'onganda birinchi nima qilinadi? Uxlanadi. Nechi vaqt ekan soat? Uxlash uchun turiladi-yu o'zi. Yana dalshi. Ha, uxlaydigan vaqt bo'libdi deydi. Dengizga nima uchun boriladi? Dengizga asosan qor kuragani boriladi. Ya lekin to'pi lift bo'ldi mana. Lift bo'ldi, yonga yurish uchun chiqadi. Mo'min aka, siz bilan ham o'ynaymiz. Mana shu rubrikani. Demak, tushundingiz. Savollarga noto'g'ri javob berish kerak. Tez faqat. Tez 3 sekundda. Boshlaymiz. Samolyotda nima qilish kerak? Cho'milish kerak. Ovqatni nima uchun yeysiz? Salto otish uchun. Salto otish uchun. Bo'sh vaqtda o'zingiz bolalaringiz bilan nima qilasiz? Domdan tashlaymiz. O'zinglarni. Suvi nima uchun ichiladi? Chanqash uchun. Maktabga nima uchun borgansiz? G'irt bir ikkichi bo'lish uchun borganman. Aka, bu lazer guruch. Devzira xohlasa devzira ham olib kelib qo'ygandik. O'zi vodiyda ko'proq devzirani yaxshi ko'rishadi, lekin eshitishimga qaraganda devzira eng tez hazm bo'luvchi guruchlar sirasiga kirar ekan. Hamma har xil. Menga masalan lazer yoqadi. Ha? Birinchi marta devzira Andijonda yeganman aka. O'shanda Andijonda devzira yeganimda mazam bo'lmay qolgan, lekin eng tez hazm bo'ladigan ovqatni qarang. Mazam qochirib qo'ygan. Dushman kelganda qaradingizmi? Bu Belingem keldi. Ya osh markazi borlarga o'xshab guruch so'vasiz. Men bizda qonimizda bor. Ha. Yutsa ham agar. Shu gaplar qo'yib bersizlar, yutsam. Boshqa ko'rsatuvlarda aytganmanmi, aytmaganmanmi bilmayman, lekin vodiyda choyxona mavzusida bitta gap bor edi. Uyida mehmoni bo'lsa ham choyxonani chopmas ekan. Ha. Choyxonaga boraman. Nimaga unaqa qilasan desam, mehmon bugun keladi, ertaga kelmaydi. Choyxonadagi o'rtoqlarim har kuni yonimda deydi. Men masalan qarshiman, kech payt osh yeb uxlashga. Osh yeb uxlashga deyapsiz. Da, endi bu kech payt bo'ladi-yu asosan. Siz endi sport bilan shug'ullanayotganingiz uchun baribir shug'ullanmayotgan odamga ham tavsiya qilmayman. Noto'g'ri. Ha. 6 dan keyin, 7 dan keyin o'zi ovqatlanish, o'zini joniga qasd qilish deydi. Bizning tarafda cho'tki. Yaxshimish qilib, Qanday guruch soldinglarmi? Ha. Yuvelerniy rabota qilib soldilar guruchni ham. Siz cho'ta nimanidir mendagi muammolarni o'zingizdan battar qilyapsiz. Qarab. 10 minutdan keyin ochib aralashtirib guruchni o'zini. Yana 10 minutga dimlaymiz. Guruch shimadi-da, guruch hali buni. Ha, bu ham shuni aytgan ekanda. Shu joyiga sal antena chiqmay qolgan menimcha. Ha, tushunolmay qoldim-da, uni ham aytganda. Sho'la o'p olmaydimi? Akam o'zlari ham sho'laligiga ishonib boryaptilar borgan sari. Lekin men hali ham umidimni so'ndirmadim, lekin suv rostdan ko'p quyildi deb o'ylayman. Balkim yaxshi niyat guruch suv tortib ketsin. Bitta voqea aytib beraymi? Qaysi? 2012 QVZN final yozgida urush bo'lib ketganmiz. Hali shapkani deb. Ha, men olib ketgandim meni. Biz umuman boshqa stadiya bilan borganmiz. O'tiribdi. Shapka tepadim deb. Ya bitta bola bor edi, deyapti. Men aytganman, gerbi bilan bayroqni olib tashlagan deganimda, olib tashlamasdan shuni chiqib tashlaganda. Bir daqiqaga deb bir kunga olib ketgan.
Bular bilan gap sotib o'tirdim aka. Guruchingizni ko'ring, tayyor bo'libdi guruchingiz. Guruchingiz tayyor. Men sizni oshingizdan xavotirdaman. Uyib, zo'ru, ha? Ko'rdingizmi usta? Mashina olaveraymi? Bilgan ekan. Toyotda. Yarim pishgan. Sizlar nima damlamayapsizlar? Bizaniki suv tortdi. Hozirgina guruchimiz suv tortdi bo'ldi. Nimachi, murchlar? Ya bizaniki yaxshi aka. Sizga oshingizga har kelganlarda Mo'min aka rangi o'zgarib ketyapti-da. Borsam oshi normali turibdi lekin. Ukajonim baland. Aka, mana bizneslarni boshlayapman deyapsiz-ku aka. Endi qarang aka, mana baribir yoshim o'tsa ham, boshqa narsa qilsa ham, keyinchalik yiliga bir marta bo'lsa ham konsert qilaman deyapsiz-ku. 70 ga Sizni kirganda. gaplaringizdan aka, menda shunaqa bo'lyaptiki, qolgan ijod turlarini yig'ishtirib degan shuni bo'lyapti. Yo'q. Mana internetdagi ijod bor-ku. Ha. Qachongacha bo'lsa, o'shangacha maza qilib qilaveraman. Ana menda o'zim mandaqaga tiqib tashamayman-da. Ana 6 dan 7 gacha qo'yish kerak ekan. Ha. Boshida Grafiklar bo'yicha ishlar. Huk qo'yish kerak ekan degan o'zim qiynamayman, murakkab qilmayman. Nimani xohlasam o'shani qilaveraman. Konsertda endi o'sha qoidalarga bo'ysunib, baribir bu yoqda kim kelishini ko'zingiz bilan ko'rib turasiz-da. Bitta suviner olib kelarsiz, Italiya va Fransiyaga borsangiz aka orqamizdan. Yoningizda zira ushlab turgan bolam ashu bola edi. Bizda zira qachon solamiz aka? Zira solganimiz xavotir olmang ukajonim. Yo, ana o'rtasini ochib, bir nimalar qilishdi-yu. Mayli qilaversin-chi. Nima bo'lar ekan? Qani? Bu ham yerda dimlayotganda atrofi ochiq tursin dedi-da. De? Bo'ldi, dimlandi bu. Azizlar, mana kadrda ko'rishingiz mumkin, ochiq holda dimlandi. Xalq ko'rsin men dimlaganimni dedilar. Bitalaganini qo'yib qo'ydilar bo'ldi. Ana endi polni yopaymi? Endi polni yopib qo'yaverasiz. Ha? Birga, para aylanib yotaveradi. Oshlarni mana dimlab qo'ydik. Endi hozir bilasizlar, osh suzganimizdan keyin hakamimiz bor. Hakamimizga baho qo'yib beradi. Lekin u ovozlarga qo'shimcha sifatida bitta ovoz qo'shsak nima deysizlar? Nima deysizlar, aka? Bitta odamning fikri manimcha qiyinchilik deb tursa kerak. Xohlasanglar ikkalamiz ham qo'shilamiz. 3 ta ovoz bo'ladi. Mayli. 3 ta ovoz bo'ladi. 3 ta ovoz bo'ladi. Rahmat aka, bizga oshinglarni tatib ko'rishimiz uchun ruxsat berdi. Rahmat kattakon. Qancha vaqt qoldi sizlarga o'zi xudo xolasa oshga? Bo'ldi bizniki. Sizlarniki tayyor. Sizlarnikichi? Bizga 3 minut. Suzib turarsizlar? Ha, sekin. Ha. Bo'ldi. 3 minut. Demak, azizlar, oshlar suzildi. Final. Elmurod Haqnazarov Mo'min Life o'zi final afishasini o'zi bir juda ham ajoyib edi. Oshlar undan ham ajoyib chiqqan. Boya kelishganimizdaqa ikkita ovozni birinchi bera olamiz. Keyin bosh hakamimiz kirib, oxirgi nuqtani qo'yib berishlari mumkin. Demak, biz boshlaymiz. Bir-birimizni oshimizga baho qo'yaylik. Qani? Ha, boyitdan ber. Xo'p. Qani? Bismillah. Bo'ldi. Yaxshi. Bir bal bor. Laziz prosta orada chiqib keldi-da, uni e'tiborga olmang. Kelovi ham yaxshi-da. Mana qarang, choyxona guruch sal tirikroq bo'ladi. Shunaqa Farg'onacha ta'mi zirasigacha Farg'onacha kelib turibdi. Men ovoz bera olmayman. Ikkaloviga ham ovozim. Rostdan ikkalovilar ham oshinglar yaxshi chiqdi. Yo, zo'r chiqibdi rost. Rost ikkalovi ham. Rostdan. Biz hal qilamiz ekanmiz. Bo'ldi, aralashmaymiz biz. Demak, ko'rsatuvimiz qonun qoidasiga ko'ra bizda Chef Catering kompaniyasidan bosh oshpazimiz borlar. Hozir kirib baholarni qo'yadi. Marhamat, Javohir Boboxonov. O'zi guruch ozgina tirik bo'ladi mana. Choyxona, Toshkent choyxonaning Ha, guruchini yo'q, qarab bo'ladi. Finalimizga ham yetib keldik mana aka. Endi xolis ovozingizni qo'yasiz aka, xolis. Ko'rganmisiz kommentlarimizda akam kimdir muxlislar shekilli deyishyapti. O'sha narsalarga e'tibor berib, xolis. Ikkalovini ham tanlagan meni. Ikkala o'ylagan, yarim finalda ikkala o'ylagan olib chiqqan finalga. Qani, aka, tatib ko'rasiz. Bu Mo'min osh. Endi choyxona qilinadi. Endi choyxona o'zim yaxshi ko'raman. Yoshlikdan qilib kelganmiz. Guruchlari mana shunaqa rangli bo'ladi, bilsangiz, takoylar bo'lib, ham Go'shtlaridan ham.
Men gapirmayman, o'rnimga osh gapiradi. O'zi gapirsin. Gapir. Salom alaykum. Gaplashyapti. Demak, hal qiluvchi daqiqalar bizda hayajonli daqiqalar. Kim Ispaniya Fransiya yo'llanmasini qo'lga kiritdi? Fransiya Italiya. Uzr, Ispaniyaga yuborma, men bu odam hozir yalinib bo'lsa, o'qidan men ketmasam bo'lmaydi. Fransiya Italiyaga kim borishini hozir Javohir aka hal qilib beradilar. Demak, biz Ol, kubokimizni ol. Bolalarim haq hurmat aka. Bolalarim ham olib kelganman. Xo'p. Ya okalar, ya haqiqatda chotga chiqdi. Men Farg'onaning oshini ham bilaman. Haqiqatda o'sha bo'shligi anaqasi yaxshi. Mana shu Toshkentda yeyiladigan choyxona palov. Xo'p, kamchiliklar aka. Ikkalasida ham kamchilik, tuzi, lekin me'yordan sal pastroq keluvdi. Haqiqatda. O'zi bizda oldindan me'yor bor. 1 kilo oshga 35 gram. Bu 1 qoshiq degani. 1,5 kilo osh atrofida bo'lsa, 1,5 qoshiq solinadi. Ikkalovida ham shu kamchilik bor lekin. Ozgina tuzi me'yordan sal pastroq. Xo'p, o'zingizni shaxsiy ovozingizga keladigan bo'lsa, aka. Menga choyxona palov sal ko'proq yoqdi, lekin bu gapim bilan bu yomon chiqqan demoqchi emasman. Idealniy chiqqan, ikkalovi ham bir xil. Lekin men o'zi tanlov agar bo'lsa choyxona palov yegan bo'lardim. Lekin ikkalovlarga ham ovoz berishga qiynalmayman. Yo, rostdan ikkalovlarni oshida yaxshi. Ikkalovlar Bir xil chiqib qolgan. Ha, yaxshi. bir xil yaxshi chiqqan. Yo'q, bir xil yaxshi chiqqanda qanaqa? Bu o'sha toza Farg'onaning oshi bo'lgan, sal bo'shroq, o'sha sabzi, hamma narsasi o'sha joyida, o'sha osh. Bu o'sha haqiqiy choyxona palov, o'zimizning choyxona palov. Ovozingizni Choyxona palov. Bo'ldi, men ketdim. haqiqat yo'q ekanmi? Hakamlarni bitib ketdi. Yo'q. Aka, Tabriklayman. menga yoqdi oshingiz. Bildim, shoshyapman. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz Mo'min aka. Limon aka. Birinchi mavsum chempioni. Mavsumda ishtirok uchun rahmat. Keyingi Nimada ko'rishamiz? Fransiyada. albatta. Aka, Men ham bora olaman. bu yoqda sekin o'tib olsangiz, bo'ldi, mikrofon yechib olishadi. Akalar, rahmat. Rahmat katta aka. Hozir Elmurod aka xafa bo'lib ketmadilar. Hozir shoshyaptilar, chunki bundan keyin yana bitta joyga borib osh qilib berishlari kerak. Demak, birinchi mavsumimiz blogerlar o'rtasida o'tkazilgan Nimaymiz ko'rsatuvining birinchi mavsum chempioni Tuxum ham qilishni bilmaydigan Mo'minjon Ibrohimov. Alisher, rahmat. Mana shu Ramziy kubogimizni olib qo'yasiz. Rahmat, men bu natijaga erishamandim, men o'ylamadim. Aka, rahmat kattakon. Azizlar, shuning bilan birinchi mavsumimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kadr ortida mana shuncha bizni operatorlarimiz xizmat qilishdi. Barchaga rahmat. Undan tashqari Sardor aka ham xizmat qildilar. Bugun syomkaga kela olmadilar, lekin ularga ham rahmat aytamiz. Mavsum davomida bizni qo'llab-quvvatlab turgan Atso kompaniyasi rahbariyati, Chef Catering kompaniyasi xodimlari, barchalariga rahmat aytamiz va ushbu g'alaba bilan biz chin qalbdan tabriklaymiz Mo'min Life va uning jamoasini albatta. Ular uchun har bitta yutuq jamoaviy hisoblanadi. Tabriklaymiz. Ikkinchi mavsumda ko'rishguncha, hayır!